Никто не живущий. Bir ovozda bor. Endi boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan har doimgidek Police PUBG va nihoyat bugungi videomizda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. YouTube kanalimizda video chiqmayotganiga pashti bir hafta bo'lib qopti. Bugun sizlarga TikTok va Instagramda trendda bo'lib yurgan life hack va bug videolarni olib qo'yganman. Hozir har bittasini sinab ko'ramiz. Qani qaysi biri o'xshaydi, qaysi biri o'xshamaydi, qaysi biri sizga foydali, qaysi biri foydali emas. Hammasini bilib o'rganib olamiz. Video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yishni unutmanglar, chunki biz tez orada 10 mingda bo'lamiz. 10 mingda bo'lishimizga juda ham oz qolgan. Bir dona obunani bosib 10 mingda bo'lishimizga o'z hissanglarni qo'shib o'tsanglar juda ham xursand bo'lardim. Ha, aytgancha bugungi videomizda videoni oxirida 1 dan 10 gacha baho berib o'tishni ham esingizdan chiqarmang. Videomiz sizga qiziqarli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Videomizda biror joyga o'tirib, yaxshiroq joylashib olib, ko'rishinglarni maslahat beraman, chunki bugungi videomiz juda ham strashniy bo'ladi. Yaxshiroq joylashib olgan bo'lsanglar, unda men videoni boshladim. Qani ketdik. Bugungi videomizdagi birinchi lavha video ko'rishinglar mumkin. Mototsikl bilan mana shunaqa uyda derazasidan o'tib ketsa bo'lar ekan. Bu joyda ko'pchilik biladi bolalar. Bizda mototsikl bor. Hozir sinab ko'ramiz. Ana ketdik. Mana lokatsiyasini ko'rib olinglar. Rostqoqda mana shu tepasida magazinning yonida bo'ladi. Mototsikl bor. Hozir mototsikl bilan o'tib ko'ramiz. Qani ketdik. Birinchi mana bu yerdan o'tib olishimiz kerak. Ey adamlar, ko'manglar axir bu bola ham kishlakni balasiku. Nima qilay, kirmaymi TikTokka? To'g'ri kelib devorga urildik. Hozir ikkinchi marta sinab ko'ramiz. Sal orqa-orqaga yuramiz. Xo'sh, mana shu yer bo'lsa kerak. Mana shu yerdan endi o'tib ko'ramiz. Qani? Xo'sh, xuddi shu uyda, qani zinasidan vo o'xshar ekan. Birinchi life hackimiz bizda o'xshadi. Ko'rishinglar mumkin, bemalol o'tib ketsa bo'lar ekan. Lekin buni qanaqa foydasi bor tushunmadim-ku. Agar odamdan qochayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa qilib o'tib ketib yoki uyning ichiga tushib qolsanglar bo'ladi. Birinchi lavha videomiz bizda o'xshadi. Endi esa keyingi videomizga o'tamiz. Voy, mana bilan ketishni. Ikkinchi pak videomizga o'tadigan bo'lsak, oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lsanglar, velosiped orqali garajning ichiga kirib olar edik. Xuddi shunaqa bug orqali Sosnovkada shunaqa angarlar bor. Angarning teksturasini ichiga kirib olsa bo'lar ekan. Mana bola videodagi joyga ham sekin-asta kelib oldik. Videoning joyi mana hamma biladi, Sosnovkada shunaqa joy bor. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, kartani shu joyda kelib bemalol sinab ko'rsanglar bo'ladi. Tak, bizda ikkita velosiped bor. Qani sherigim bilan hozir sinab ko'ramiz. Velosipedni birinchi chiqarib olamiz. Xo'sh. Tak, mana velosipedni qo'yib oldik. Endi sakrashni bosib turib, bitta sakraysizlar va tushguncha o'tirishni bosib, oldiga o'tirib olasizlar. Lekin bizda birinchi urinish o'xshamadi. Xo'sh, yana ikkinchi urinishni qilib ko'ramiz. Sherigimiz ham qilib ko'ryapti. Tak, bizda ikkinchi urinish yo'q. Hatto ketib qoldi. Nimagadir bola tepadagi tezlikni oshirishni bossanglar, velosipedni to'xtatib bo'lmaydi. Sakrashni bosib turamiz va sakrab orqaga o'tirib, oldiga o'tirishni bossak, o'xshamadi. Hozir 3-marta ham sinab ko'ramiz, qani. Yana sakrashni bosib turamiz. Tak, mana shu joydan qilsak, sakrashni bosib turamiz va sakraymiz. Orqasiga o'tiramiz, oldiga va ozgina o'xshagandek bo'ldi. Voy, 3-urinishimiz ham o'xshamadi. Qani sherigimiz? Qani? Much later. Mana bolalar, biz ancha-muncha sinab ko'rdik. Bir 10-15 marta sinadik, lekin baribir o'xshamadi. Nima ham derdik? Voy, men belini qaranglar. Beli qanaqadir bug bo'ldi. Voy. Belini burilishini qaranglar bolalar. 90-60-90 bo'lib qolgan. Vashi, sinab ko'rdik bolalar, bizda o'xshamadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar, sizlarda ham o'xshadimi yo'qmi? Albatta fikringizni yozib qoldiringlar. Hozir bitta bugni qilamiz deb bitta bug ochib qo'ydik. Beli 90-60-90 bo'lib qoldi. Ancha sinab ko'rdik, ikkinchi bug video bizda o'xshamadi. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Ikkinchi lavha videomizga o'tadigan bo'lsak, kokteylni ko'pchilik mana shunaqa o'tadi, bu esa zinada qolib ketadi. Bilsanglar, hozir esa lavha videoda kokteylni boshqa joyga otsanglar, zinada tushib qolmas ekan, mana shu yerga otsanglar, kokteyl zinada bo'lmas ekan, mana shu uyning pastida bo'lar ekan. Mana bolalar, videodagi o'xshash uyda turibmiz. Adashmasam videodagi uyda, tak, mana shu zina, bilsanglar, zinaga hozir kokteylni otib ko'ramiz, qanday tushadi. Tak, bizda 3 ta kokteyl bor ekan. Birinchisi mana shu yerga otib ko'ramiz. Ko'pchilik mana shuna qilib otadi.
ko'rishingiz mumkin, bu zinada qolib ketadi. Bu yerdan o'tib keta olmaysizlar. Misol uchun mana bunda yurib tusha olmaysizlar. Sizlarga ta'sir qiladi yoki zinada o'tirmoqchi bo'lsangiz, sizlarga olov ta'sir qiladi va odam yuribdi bizning oldimizda. Tak, mana qayerda ekan? Ha, bo'ldi, sherigimiz otib qo'ydi. Xo'sh, lifehackda devorga otgandi kokteylni, u zinada qolmaydi hozir. Mana shu yerda otgandi. Qani otib ko'ramiz. Qani pastroq qaraysiz. Vo, mana. Bu lifehack ham o'xshar ekan bola. Ko'ryapsizlarmi? Zinada umuman kokteyl olov ta'sir qilmadi. Zinani pastida hammasi. Mana shu birinchi qavatdagi odamni bemalol o'ldira olasizlar mana shunday qilib bola. Mana shu yerga otasizlar. Qani? Ko'ryapsizlarmi bola? Bu lifehack 100% o'xshaydigan lifehack ekan. Sizlar ham sinab ko'ringlar yoki bu lifehack sizlar bilardinglarmi, yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Bola, sizlarga ishonchli, halol va tezkor UC kerak bo'lyaptimi? Men sizlarga o'z UC servisimni tavsiya etaman. UC narxlari juda ham arzon. Biz hozir foydadan umuman ishlamayapmiz. Bizga foydadan halollik muhim. UC olmoqchi bo'lganlar tepadagi Telegram kanalimizga kirsanglar, UC narxlari turibdi. Bemalol arzon narxlarda UClarni xarid qilishingiz mumkin. Telegram kanal silkasini opsiyadan yoki kommentariyadan ham topishingiz mumkin. 4-videomizga o'tadigan bo'lsak, qanaqa qilib tekinga mumyoni olish videosi ekan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanaqa qilishni o'rgatadi. Videoni tushungan bo'lsanglar, shunday mashq maydoniga kirdida, bizda hozir ochiq emas ekan, ochib olamiz. Tak, mana ochib oldik, kiramiz. Mashq maydoniga kirdida, tovuqni oldiga bordi, tovuqni granata bilan portlatdi va chiqdi. Qarasa, dastajeniyadan mumyoni setini bergan ekan, sariq mumyoni. Hozir qani sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana o'sha joyga kelib olamiz. Sakrab mana bu yerga chiqib olamiz. Tak, yana chiqamiz. Yana bu yoqdan o'tib olamiz. Va shu konteyner ustiga chiqib olamiz, oxirgisi va bu yog'iga granata bilan chiqib olsak bo'ladi. Tak, granatani tashlab olamiz. Ozgina kutamiz granata portlashini va portlaydi, sizlarni osmonga uchiradi. Voy, tushib ketmaylik. Mana shu zinani ustiga tushib olamiz. Tak, endi tovuqni oldiga kelamiz mana. Tovuqni oldiga kelamiz. Ko'rishingiz mumkin tovuqni. Tovuqni granata bilan portlatishimiz kerak bo'ladi. Tak, granatani otib olamiz. Ozgina kutamiz granata portlashini. Videoda pastga tushib ketgandi, lekin biz kutamiz. Biz ham pastga tushib ketdik mana. Xo'sh, endi sekin o'yindan chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, hozir videodagidek hammasini bajardik, ketma-ketlikda. Endi videodan chiqib qani ko'ramiz. Bizga sariq mumyoni berdimi, yo'qmi? Qani? Xo'sh, bosamiz profilga va dastajeniyaga o'tamiz. Pastda qizil bo'lib turibdi. Qani bitta bossak, voy, rostdan mumyoni bergan ekan bizga. deb aytsa hech kimga ishonmaydi, bu shunchaki montaj. Faqat bir yo'l bilan mumyo olishingiz mumkin. U ham Polis yuz servisidan yuz olasizlar. Juda ham arzonga tushadi yuzchilarga. Ham omadli mumyo kelsa mumyoni ochasizlar yoki yaqinda Ultimate Joker kiyimlari qo'shiladi pulemyot bilan. O'shanga ochib Jokerning kiyimlarini tushirib olsanglar bo'ladi. Hamma Jokerning kiyimini tushirib olsa, vashi bomba bo'ladi. Hamma o'zicha Jokerni yasab oladi.
Bola bugungi videomizda 4 ta lifehack va bug videolarini sinab ko'rdik. Ko'rdinglar, qaysi biri sizlarga foydali bo'ladi, qaysi biri foydali emas, hammasini bugungi videomizdan bilib oldingiz. Eng yoqqani qaysi biri bo'ldi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shuncha mehnatimiz qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yishni unutmanglar, chunki biz yaqinda 10 mingta obunachi bo'lamiz. Agar bugungi videomizni ko'rib, obunani bosgan bo'lsanglar, kommentariyada kirib, "Men yangi obunachiman" deb yozib qo'yishni unutmang. Telegram kanalimizga o'tib qo'ysanglar, Telegram kanalimizga 1200 yutuqlik konkurs bo'lyapti. O'tib qatnashib qo'ysanglar, tekin yutib olasiz. Videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Policy PUBG bo'ldi. Bye bye.